Diqqat, diqqat, e'lon. Assalomu alaykum, hurmatli kurash ixlosmandlari hamda polvonlar. Uzun tumani Serharakat mahallasi Azamat akaning o'g'illari Muhammad Zohidning sunnat to'ylari munosabati bilan juda katta kurash berilyapti. Bosh bekovulimiz esa har doim halollik tarafdori Zafar hojining shaxsan o'zlari bo'ladi. 12 aprel kuni nahor oshi, 13 aprel kuni esa soat 10:00 da katta kurash boraverasizlar. bosh sovrin Nexia avtomobili. Undan tashqari 120 million so'm pul mukofotlari. Qizil tuya, 10 ta tirik tuya, 10 ta ot, 10 ta ho'kiz, 50 ta mayda moli bor. Bemalol kelaverasizlar, xudo xolasa juda chiroyli kurash bo'ladi. Uzoq joydan kelgan mehmonlarga ham bir kun oldin kesalaringiz hamma sharoitda yaratib beriladi, xudo xolasa. Bu videoni kurashga qiziqadigan hamda polvonlarga jo'natib qo'ying. Ijtimoiy tarmoqlarda yoritish xizmati Behruz.uz zimmasiga yuklatildi. Biz bilan qoling, bizni kuzatishda davom eting. Sog' salomat bo'ling.